bahor mavsumidagi pilla boqish jarayonlari boshlanib ketdi. Men 10 yil, 15 yildan beri pilla boqib kelyapman. Shu jarayon mobaynida xitoyliklar bilan tajriba almashinib, ish o'rganib, ular biz pilla boqishimizni, biz ularni pilla boqish jarayonlarini o'rganganmiz. Men mana 4 yillardan beri mana inkubatorlik sohasida ham pilla qurt urug'ini ochirib, el xalqqa topshirib kelyapman. Yaxshi natijalar olyapmiz. Nasib bo'lsa mana bu yil ham 26-yildagi urug'larni ochirib, topshirib, endi pilla boqish jarayonini boshlab yubordik. Bir quti pilla qurtida 22 gram bo'ladi. O'shanda 60-65 kilogrammgacha xom ashyo yetishtirib beramiz.